Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni, ya'ni ikkiga bo'lib pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar, pensiya islohoti atrofidagi gaplar, kimlar bundan yutishi, kimlar esa hujjatlarni hozirdan tartibga keltirmasa qiynalib qolishi mumkinligi haqida batafsil gaplashaman. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotgan pensionerlarga emas, balki pensiyaga chiqishga 1 yil, 2 yil, 5 yil qolgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha vaziyatni tushuntirish, oddiy odam tili bilan izohlash va nima qilish kerakligini aniq aytish uchun chiqyapman. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri hujjat, bitta yetishmayotgan ish staji, bitta tasdiqlanmagan maosh ma'lumoti keyinchalik oyma-oy kam pensiya olishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu mavzuda yana yangiliklar, tushuntirishlar va amaliy ko'rsatmalar berib boraman. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntirib beraman. Pensiya tizimi har doim 3 ta katta omilga tayanadi. Fuqaroning yoshi, mehnat staji va rasmiy daromadi. Ya'ni odam necha yoshda pensiyaga chiqadi, qancha yil rasmiy ishlagan, ish davrida ijtimoiy to'lovlar, soliqlar, badallar to'langanmi, maosh hujjatlarda aks etganmi, shular pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Avval ko'p odamlar shunday o'ylardi. Men 25 yil ishladim, demak pensiyam yaxshi chiqadi. Lekin amalda faqat ishlagan yilingiz emas. O'sha ishning rasmiy qayd etilgani, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'riligi, tashkilot arxivida buyruqlar saqlangani, maosh haqida ma'lumotnoma borligi ham juda muhim. Masalan, odam 1995 yildan 2010 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin korxona yopilib ketgan, arxiv topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhrni aniq buyruq raqami yo'q. Ana shunda pensiya jamg'armasi bu davrni to'liq tan olmasligi, qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Endi 2026 yilga yaqinlashgan sari pensiya tizimida raqamlashtirish, ma'lumotlarni avtomatik tekshirish, ish staji va daromadni elektron bazalar orqali hisoblash masalalari kuchayishi kutilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmay qoladi. Tizim hujjat so'raydi. Bazadagi ma'lumotni ko'radi. Soliq va mehnat organlaridagi yozuvlarni tekshiradi. Agar ma'lumotlar bir-biriga mos kelsa, pensiya tayinlash osonlashadi. Agar mos kelmasa, odam sarson bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asal maqsadi yomon emas. Pensiyani adolatli hisoblash, kim qancha rasmiy ishlagan bo'lsa, shunga yarasha pensiya olishini ta'minlash, soxta staj, noto'g'ri ma'lumot va adolatsizliklarni kamaytirish. Lekin oddiy xalq uchun muammo shundaki, ko'pchilikning eski hujjatlari tartibda emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshida ishlaganlar orasida bu holat juda ko'p uchraydi. Men birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga yaqin qolgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar siz erkak bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ayol bo'lsangiz va pensiyaga chiqishingizga 5 yil qolgan bo'lsa, siz hozirdan harakat qilishingiz kerak. Chunki pensiya hujjatlarini oxirgi oyda yig'ish juda katta xato. Odam pensiya yoshiga yetadi, ariza beradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, 7 yil ishlagan joyi tasdiqlanmayapti. Maosh ma'lumotnomasi topilmayapti. Familiya bir joyda boshqacha yozilgan. Pasportdagi ism bilan mehnat daftarchasidagi ism mos emas. Shunda pensiya tayinlanishi kechikadi yoki miqdori past chiqadi. Ikkinchi guruh. Uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam qurilishda, bozorda, fermer xo'jaligida, kichik sexda xususiy ustaxonada ishlagan. Ish haqi naqd berilgan, mehnat shartnomasi bo'lmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan. Bunday holatda men 20 yil ishladim deyish bilan pensiya staji avtomatik tan olinmaydi. Pensiya tizimi rasmiy dalilga qaraydi. Shuning uchun hozirda hali ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan shartnoma tuzilganmi? Ish staji elektron tizimda ko'rinyaptimi? Daromadingiz rasmiy aks etyaptimi? Shuni tekshirib qo'ying. 3-guruh bir necha marta ish joyini o'zgartirganlar. Masalan, 5 yil zavodda, 3 yil maktabda, 4 yil xususiy firmada, 2 yil chet elda, keyin yana boshqa joyda ishlagan odamlar. Bunday insonlarda hujjatlar turli joylarda tarqalib ketgan bo'ladi. Qaysidir korxona tugatilgan, qaysidir tashkilot nomi o'zgargan, qaysidir joyda kadrlar bo'limi arxivini topshirmagan. Natijada ish stajini to'liq isbotlash qiyinlashadi. 4-guruh, familiyasi o'zgargan ayollar. Turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, keyin yana pasport almashgan. Mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Agar nikoh guvohnomasi,
familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, stajni bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Ayol kishi 15 yil ishlagan, lekin hujjatlarda qiz familiyasi, pasportda turmushdagi familiyasi. Tizim bu ikkisini bir shaxs ekanini hujjat bilan tasdiqlashni so'raydi. Agar siz oxirgi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, ish haqingiz plastik karta orqali rasmiy tushgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bazada aks etgan bo'lsa, sizda muammo kamroq bo'lishi mumkin. Ayniqsa davlat tashkilotlarida uzluksiz ishlaganlar. Maktab, bog'cha, shifoxona, davlat idoralari, yirik korxonalarda ishlagan fuqarolarda hujjatlar nisbatan tartibli bo'ladi. Lekin men baribir xavotir olmang deb butunlay qo'l siltab qo'ymayman. Chunki hatto davlat tashkilotlarida ham eski yillardagi maosh ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bo'yicha xatolar uchraydi. Masalan, 2001 yil ishga qabul qilingan. Lekin mehnat daftarchasida buyruq sanasi 2002 yil deb yozilgan. Yoki ishdan bo'shagan sana bilan keyingi ishga kirgan sana orasida bo'shliq bor. Bu bo'shliq stajga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin umumiy hisobda aniqlik talab qilinadi. Birinchi misol. Deylik, Karim aka 6000 yoshga yaqinlashyapti. U 1992 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 2006 yildan 2020 yilgacha xususiy firmada ishlagan. Zavod allaqachon yopilgan. Mehnat daftarchasida zavod muhrlari bor. Lekin ayrim yozuvlar xira. Karim aka pensiyaga hujjat topshirganda eski zavod davri bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar arxivda buyruqlar bo'lsa, muammo yo'q, agar topilmasa. Sud orqali yoki guvohlar orqali isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt, asab va xarajat degani. Ikkinchi misol. Dilbar opa 30 yil ishlagan, lekin turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining birinchi sahifasida eski familiya, keyingi ish joylarida yangi familiya. Agar mehnat daftarchasida familiya o'zgargani haqida to'g'ri yozuv va asos hujjat ko'rsatilgan bo'lsa, yaxshi. Agar yo'q bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki FHD yo ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Buni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. Uchinchi misol. Rustam aka 15 yil Rossiyada ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan. U men chet elda ishladim. Demak, pensiyamga qo'shiladi deb o'ylashi mumkin. Lekin chet eldagi ish davri pensiya stajiga qanday qo'shilishi alohida tartibga, davlatlararo kelishuvlarga, rasmiy to'lovlar va hujjatlarga bog'liq. Agar u yerda rasmiy ishlamagan bo'lsa, ish beruvchi badal to'lamagan bo'lsa, buni O'zbekistonda pensiya hisobiga qo'shish oson bo'lmaydi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta badallari to'langanini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlash kerak. 4-misol. Mahfuza opa uyda bola parvarishi bilan shug'ullangan. U o'ylaydi, men ishlamadim, demak pensiyam bo'lmaydi. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Qonunchilikda ayrim davrlar, masalan, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, harbiy xizmat davri, ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar belgilangan shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, tegishli ma'lumotnomalar, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ya'ni bola boqqanman degan gapning o'zi yetarli emas. Hujjat kerak. 2026 yilga kelib fuqarolar eng ko'p sezadigan narsa bu hujjatlarning elektron tekshirilishi bo'lishi mumkin. Avvallari ayrim ma'lumotlar qog'oz asosida ko'rilgan bo'lsa, endi bazalar o'zaro solishtiriladi. Masalan, mehnat organlaridagi ma'lumot, soliq organlaridagi daromad, ish beruvchi tomonidan kiritilgan elektron yozuvlar, shaxsiy ma'lumotlar, pasport ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Bu yaxshi tomoni bilan odamlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos qilishi mumkin. Agar hamma ma'lumot bazada bo'lsa, fuqaro har bir tashkilotga borib ma'lumotnoma olib yurmaydi. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada xato bo'lsa, xatoni tuzatish kerak bo'ladi. Baza xato qilmaydi degan gap yo'q. Masalan, ism bitta harf bilan noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana adashgan bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Mana shunday kichik xatolar katta muammoga aylanadi. Yana bir muhim masala, pensiya miqdori faqat stajga emas, daromadga ham bog'liq. Agar siz uzoq yil ishlagan bo'lsangiz, lekin maoshingiz rasmiy ravishda juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida ham bu aks etadi. Masalan, odam 10 million so'm olayotgan bo'lsa, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatilsa, kelajakdagi pensiya hisobida rasmiy 2 million ko'rinadi. Shuning uchun hozir naqd olsam bo'ldi degan yondashuv keyin pensiyada zarar qiladi.
Endi men eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nuanslarni aytaman. Birinchisi, mehnat daftarchasi borligi hamisha ham hammasi joyida degani emas. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar, buyruq raqamlari, tashkilot muhri, mas'ul shaxs imzosi aniq bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chgan, muhr ko'rinmaydi, tashkilot nomi tushunarsiz tuzatish qilingan, lekin tuzatish tasdiqlanmagan bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Ikkinchisi, tugatilgan korxonalar. Juda ko'p odamlar sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish boshqarmasi, kooperativ shirkat xo'jaligida ishlagan. Bu tashkilotlar bugun yo'q. Lekin ularning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Agar topshirilmagan bo'lsa, muammo boshlanadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetishni kutmang. Hozirdan arxivdan ma'lumotnoma olish imkoniyatini tekshiring. Uchinchisi, yakka tartibdagi tadbirkorlik davri. Ko'pchilik men patent bilan ishlaganman deydi. Lekin o'sha davrda majburiy to'lovlar to'langanmi? Ro'yxatdan o'tganlik hujjatlari bormi? Faoliyat davri bazada aks etganmi? Mana shular muhim. Tadbirkorlik qilgan davrni pensiya stajiga qo'shish uchun tegishli to'lovlar va rasmiy qaydlar kerak bo'ladi. To'rtinchisi, ish beruvchi xatosi. Ba'zan fuqaro aybdor emas, ish beruvchi ma'lumotni vaqtida kiritmagan bo'ladi. Masalan, siz 2020 yildan beri firmada ishlayapsiz, lekin elektron mehnat shartnomasi noto'g'ri kiritilgan yoki umuman kiritilmagan. Siz oylik olyapsiz, lekin bazada ishchi sifatida ko'rinmayapsiz. Bu juda xavfli, chunki keyin men ishlaganman deb isbotlashga to'g'ri keladi. Beshinchisi, hujjatlardagi ism familiya farqi. O'zbekistonda lotin va kiril yozuv almashgan davrda ko'p xatolar bo'lgan. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnara, Yo'ldoshev boshqa hujjatda Yuldashev, O'ktam boshqa joyda O'ktam bo'lib ketgan. Oddiy ko'ringan bu farqlar pensiya hujjatlarida savol tug'diradi. Ayniqsa tug'ilgan sana ham bir joyda boshqacha bo'lsa, albatta tuzatish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, avvalgi ish joylaridan ma'lumotnomalar hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri bor yo'qligini ko'ring. Agar biror yozuv tushunarsiz bo'lsa, o'sha tashkilot hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga boring. Ulardan buyruq nusxasi yoki arxiv ma'lumotnomasi oling. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Uchinchi qadam, elektron stajingizni tekshiring. Buning uchun tegishli davlat xizmatlari portali, MyBoyko.uz kabi elektron xizmatlar, pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar elektron bazada ish joyingiz ko'rinmasa, ish beruvchi bilan gaplashing. Mening mehnat shartnomam elektron tizimga kiritilganmi? Mening ish davrim va lavozimim to'g'ri ko'rsatilganmi deb so'rang. To'rtinchi qadam, daromadlaringizni tekshiring. Rasmiy maoshingiz qancha ko'rsatilayotganini biling. Agar sizga maoshning bir qismi naqd, bir qismi rasman berilayotgan bo'lsa, kelajakda pensiyangizga rasmiy qismi ta'sir qilishini unutmang. Ish beruvchidan rasmiy to'lovlarni to'g'ri yuritishni talab qilish sizning huquqingiz. Bu bugungi oylik masalasi emas. Bu kelajakdagi pensiya masalasi. 5-qadam, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotnoma oling. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrlar bo'yicha ish haqi va ish staji ma'lumotnomalari juda muhim. Ba'zan pensiya hisobida muayyan yillardagi ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun arxivdan yoki sobiq ish joyidan ma'lumot olishni kechiktirmang. 6-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga oldindan boring. Pensiya yoshiga yetib qolgandan keyin emas, kamida 6 oy yoki 1 yil oldin boring. Mutaxassisga hujjatlaringizni ko'rsating. Menda qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr stajiga qo'shilmay qolishi mumkin? Qaysi ma'lumotnomani hozirdan olishim kerak? deb aniq savollar bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. 7-qadam, agar hujjat topilmasa taslim bo'lmang. Arxivda ma'lumot bo'lmasa ham qonuniy yo'llar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shimcha hujjatlar, ish haqi vedomoslari, buyruqlar.
guvohlar ko'rsatmasi, sud orqali mehnat faoliyatini tasdiqlash kabi yo'llar bor. Lekin bularni to'g'ri yuritish uchun tajribali yurist yoki pensiya masalasini biladigan mutaxassis bilan maslahatlashgan ma'qul. Ko'p odamlar idoraga boradi, og'zaki so'raydi, javob ola olmaydi va qaytadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizga hujjat kerak bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda ism familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi tashkilotda, qaysi yillarda ishlaganingizni yozing. Masalan, men 4 yil mart oyidan 2001 yil sentabr oyigacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davrdagi ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari lavozimim, ish haqi ma'lumotlari bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar ish joyi nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini bilsangiz ikkalasini ham yozing. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy yillarni ko'rsating. Murojaatni 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshiring, ikkinchisiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydirib oling. Elektron murojaat qilgan bo'lsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik sizga dalil bo'ladi. Hozir pensiya olayotganlar ham menga tegmaydi deb o'ylamasin. Ba'zi hollarda pensiya qayta hisoblanishi, qo'shimcha hujjat taqdim etilganda pensiya miqdori oshishi mumkin. Masalan, siz avval pensiya chiqqaningizda ayrim staj davrlarini isbotlay olmagansiz. Keyin arxidan ma'lumot topildi. Bunday holatda hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyani qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Albatta, har bir holat alohida o'rganiladi, lekin imkoniyat bor joyda undan foydalanish kerak. Shuningdek, pensionerlar firibgarlardan ehtiyot bo'lsin. Pensiya islohoti haqida gaplar ko'payganda, men pensiyangizni oshirib beraman, hujjatsiz staj qo'shib beraman, falon pul bersangiz hammasini hal qilaman deydigan odamlar paydo bo'ladi. Men qat'iy aytaman, pensiya masalasida faqat rasmiy idoralar, qonuniy hujjatlar va yozma tartibga tayaning. Hech kimga hujjatlaringizning asl nusxasini ishonib topshirmang, pul bermang. Notanish odamlarga pasport ma'lumotlaringizni yubormang. Yana bir muhim narsa, bank kartangiz, pensiya kartangiz, SMS kodlaringizni hech kimga aytmang. Ba'zi firibgarlar pensiya islohoti bo'yicha kompensatsiya beriladi. Yangi ro'yxatdan o'tkazamiz, kartangizga qo'shimcha pul tushadi deb aldashi mumkin. Davlat idoralari hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Siz o'ylashingiz mumkin, 2026 yilgacha vaqt bor-ku. Lekin pensiya hujjati bir kunda yig'ilmaydi. Eski arxidan javob olishga haftalar, ba'zan oylar ketadi. Tugatilgan korxona hujjatlarini qidirish ham vaqt oladi. Familiya yoki tug'ilgan sana xatosini tuzatish uchun FHDYO, arxiv, sud, davlat xizmatlari markazi kabi joylarga borishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bugun qilingan ish ertaga sizni katta muammodan qutqaradi. Men ko'p insonlarda bitta xatoni ko'raman. Odam butun umr ishlaydi, lekin o'z hujjatini tekshirmaydi. Ish beruvchi hammasini to'g'ri qilgan deb o'ylaydi. Keyin pensiya vaqtida biladiki, bir davr bazada yo'q, bir joyda noto'g'ri sana bir korxona hujjat topshirmagan. Shunda odamning asabi buziladi. Men adolatsizlikka uchradim deydi. Aslida esa oldindan tekshirsa, muammoning oldini olish mumkin edi. Hurmatli yurtdoshlar, pensiya islohoti deganda faqat yosh oshadi yoki pensiya qilmaydi deb vahima qilish kerak emas. Eng muhim masala, sizning stajingiz, daromadingiz va hujjatlaringiz qonuniy, rasmiy va to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. 2026 yilga yaqinlashgan sari tizim ko'proq raqamli, aniq va tekshiruvchan bo'lishi mumkin. Bu tartibli hujjati bor odamga yengillik beradi, lekin hujjati chala odamga muammo tug'diradi. Men sizga tavsiyamni yana bir bor takrorlayman. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron stajingizni ko'ring. Eski ish joylaringizdan ma'lumotnoma oling. Familiya va shaxsiy ma'lumotlardagi xatolarni tuzating. Pensiya jamg'armasiga oldindan murojaat qiling. Agar pensioner bo'lsangiz ham qo'shimcha staj yoki hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblash imkoniyatini o'rganing. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi hujjatbozlikmi, norasmiy ishmi yoki adolatsiz hisob-kitobmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun umrga foyda berishi mumkin.